Atigi 8 million bo'lgan atomiy pumka lensasi hayratda qolarli ta'sir kuchiga ega. Chunki bu yuzingizga surganingizdan keyin 1 minutdan keyin yuvib tashlasangiz sovun bo'lib, ko'pirib, siz yuzingizdagi barcha bo'lgan yuzingizni yog'larini shunday so'rib tortib oladi. Eng qizig'i, yuzingizda yog'lar to'planib, ozginadan to'planib ugriga paydo bo'layotgan yuzlarni ham juda ham tekis silliq qiladi. Yuz teshikchalarini toraytiradi. Juda ham silliq, oppoq qiladi, oqartiradi, oqartiruvchi xususiyatga ega. Undan tashqari, yozda o'zingiz bilasiz, hamma badanida suv bo'lib oqadi. Qo'ltig'ini terlash kuchayib ketadi. Hidi ko'p yoyilib ketadi. Erkaklarni, ayollarni oyog'ida ba'zi birlari oyoq hidini zamburug'lari bor, juda ham kuchli sasib ketgan. O'sha terlarni, hidlarni barchasini 3 kun ichida cho'milib, 3 kun ichida lecheniya qilsin, 3 kun lecheniyada o'zi qo'ltiq hidi, oyoq terlashi umuman даже yo'qolib ketadi. Hidi ham yo'qolib ketadi, suv bo'lib qo'ltiq yozda oqayotgan terini ham shundoq qoldiradi. Juda ham zo'r ta'sirga ega. Keyin eng qizig'i, siz qo'ltig'ingizga qimmatga Rexona olib sepib yursangiz, qo'ltig'ingiz qorayib qoladi. Undan ko'ra, mana shu pumka lensini sovunini har kuni ertalab, obedda, kechqurun 3 kun ishlating. Qo'ltig'ingizga oqayotgan teri ham to'xtaydi, qo'ltig'ingizdagi butun sassiq hidlar ham umuman yo'qolib ketadi. Bu juda ham kuchli, o'ta kuchli. Atirgul ifori keladi. Siz sog'ligingizga juda ham yaxshi. Ayniqsa O'zbekistonda oyog'ini juda yomon hidlanadigan, qo'ltig'i sassiq, shunaqa ter oqadigan O'zbekistondagi odamlarimizga tavsiya qiling. Jo'natib yuboring sovg'a sifatida. Yaqinda O'zbekistonga kiradi. Bu shunaqa ketadi, har bir xonadonda ko'rasiz. Juda ham zo'r. Undan tashqari, erkak ayollarimiz qo'ltig'ini hididan juda ham o'zini yomon his qiladi, tashqariga tarqab ketish uchun juda ham qo'rqishadi, uyalishadi, hijolat qilishadi. O'sha odamlarga tavsiya qiling, bering. 8 ming hech narsa emas. Bu odam qo'rqitadigan narx emas. Shunaqa cho'milsin, ham qo'ltig'ini hidi yo'qoladi, ham terisi ham yo'qoladi, terlayotgan terisi ham yo'qoladi, terini oqartiradi bu. Shunaqa zo'r kuchli xususiyatga ega. Yuzida ugricha, donachalar paydo bo'layotgan erkaklarimiz, ayollarimiz yuziga surib 1 minut tursin, tegmang. Turgandan keyin yuvib tashlang, yuzingizni silliq, tekis, mayin shunaqa zo'r qilib qo'yadi, o'zingiz hayratda qolasiz. Yaqinlaringizga tavsiya qiling. Men 8 ming uchun hech kimni aldamayman. Olganlar olib, negativli ham olib ishlatib ko'rsin 8 mingga. Olib ishlatib ko'ring, hayratda qolasiz. Boshqa joylardan pumka lensini olsangiz, faqat yuzingizni sovun berib yuvib tozalab berish mumkin, lekin bunaqa quritmaydi, terini yo'qotmaydi, umuman ta'sirga ega emas. Biz atomiy 8 minglik oddiy pumka lensimiz nihoyatda hayratda qolarli ta'sirga ega. O'zingiz ham hayron qolasiz. Olib ishlating, shunaqa zo'r, tavsiya qilaman sizga.